Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yangi tug'ilgan chaqaloqlar nima sababdan ko'p emadi degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Ba'zi holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloqlar juda ham ko'p emadilar. Onasi 30-40 daqiqa emizgandan keyin sal o'tmay yana ko'krak so'rab yig'lashadi. Bu onalarda bolam to'ymayapti degan xavotirga sabab bo'ladi. Aslida ham shundaymikan? Keling, bugun chaqaloqlarni nima uchun ko'p emish haqida gaplashamiz. Bu dunyoga kelgan chaqaloqning o'zini eng yaxshi his qiladigan joyi, albatta bu onajonisining quchog'i va ko'kragi hisoblanadi. 9 oy qorningizda tunu kun sizning yuragingiz ostida yuragingiz urishini, sizning ovozingizni eshitib, sizning nafasingizni his qilib yotgan. Bola o'sgani sari barchadan ham unga tobora torlik qilib, go'yoki bolani quchoqlab turgandek tuyuladi. Bola tug'ilgach, bu dunyo unga butunlay notanish bo'ladi. U yana o'sha qadrdon tovush va issiqlikni istashi tabiiy holat hisoblanadi. Shuning uchun chaqalog'ingizni qo'lga olib, bag'ringizga bosganingizda ovunadi. Chunki yana o'sha qadrdon yurak urishi va nafasni his qiladi. U yana siz bilan birga. Unga sizdan bo'lak hech kim, sizning sutingizdan boshqa hech narsa kerak emas. Faqat siz va sizning mehr to'la quchog'ingiz. Bag'ringizga bosganingizda u og'zini ochib ko'kragingizni qidiradi. Uni emish uchun tamshana boshlaydi. Chunki ona suti hidi bachadon ichi suvi hidiga juda yaqin bo'ladi. Bolada so'rish refleksi juda kuchli bo'ladi. Shuning uchun bolani xohlaganida va xohlaganicha emizish kerak. Shunda bolani qorni to'q va xotirjam bo'ladi. Ona ko'kragini emish bola uchun faqat u bola uchun ko'p narsani anglatadi. Eng avvalo ona bola o'rtalaridagi munosabat. Bundan tashqari onasi bag'rida u o'zini bexavotir sezadi. Shuning uchun farzandingiz yig'lagan vaqtda so'rish refleksi juda kuchli bo'ladi. Shuning uchun bolani xohlaganida va xohlaganicha emizish kerak. Shunda bolani qorni to'q va xotirjam bo'ladi. Ona ko'kragini emish bola uchun faqat qorin to'ydirish vositasi emas. To'ymayapti degan xayolga bormang yoki qorni to'q yaqinda emizganman deya unga so'rg'ich tutmang. Unga so'rg'ich emas, siz keraksiz. Farzandingiz sizni doim yonida ekanligingizni, mehr va muhabbatingizni his qilib ulg'aysin. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.